Assalomu alaykum. Biz uzoqdan yaqindan kuzatib borayotgan aziz obunachilar, navbatdagi ishlarimizni qurbonlashtirib bo'ldik. Darvozamizni Farg'ona viloyati Oltiariq tumani Kaput qishlog'iga olib kelib o'rnashtirdik. O'sha akam xonadonlariga darvozamizni fasonlari soqqali fasonni soqqasiz variantda tekis oddiy qilib ishlab berdik. Tepalarini lazerlisdan chiroyli qilib o'ydirib, Xudo xolasa fasonlariga yarashadigan qilib qo'ldan kelgancha o'rnashtirib berdik. Darvozamiz materiallari stoykalari 8 ga 8, 2,5 stena bo'ldi. Rama profillarimiz 6 ga 4, ich yutashi 1,7 stena qora qalin profildan bo'ldi. Listlarimiz 1,8 pilisovoy kuydirilgan o'sha qora rossiyskiy listdan bo'ldi. Darvozaga ishlatilgan chaspaylarimiz 1,5 stena gikki chaspaylardan bo'ldi. Kraskalarimiz Devo gikki 2 balishli kraskadan bo'ldi. Kraskalariga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. O'zgacha bir boshqacha chiqdi kraskalarga. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Zamoklarimiz Gold. Baholasa ancha yil xizmat qilib beradi. Darvozamiz orqa holatlari shu ko'rinishda chiqdi mana. Shanirlarimiz pachinnikli, eshiklardagi ham, darvozaniki ham ochilib yopilishda muammo bo'lmaydi. Zatorlarimiz rushnoy. Ochilib yopilishlari yengil. Qiyinchiligi yo'q. Darvozamiz xudo xolasa atveska o'rnashdi. Ikkala taraflari ham qo'ygan yerda to'xtaydi. Ko'pchilik darvozamiz orqa holatini ham so'rashyapti. O'shanga videolarni chiqaryapmiz. Orqa holatlari shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Tekis, silliq, oldi ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu yerlari 2 qavatli shumizatsiya qilingan. Pastki derazalari ham o'sha shumka qilingan. Darvozamiz ochilib yopilish muammo yo'q. Bitta qo'lda bemalol yosh bolalar ham, ayollar ham bemalol qiynalmay ochilib yopadi. Darvozamiz fasoni 2 qavatli bo'ldi. Razmerlarimiz eniga 397, balandligiga 360 razmerda bo'ldi. 1 kvadratni 1,3 ming so'mdan tayyorlab berdik. Jami summasi 18,200 ming so'mga dastavkalar bilan kelib o'rnashyapti. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab kelishilgan narxlarda chiroyli qilib tayyorlab beramiz. Qo'l ishimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib turibsizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.